Kvartira olaman deb yuribsiz, Beltepa palma domlaridan sizga bitta zo'r variant ko'rib qo'ydim. Qaranglar, planlarimni tushuntiraman. Shunaqa katta kiraverish yo'ligi bo'ladi, garderob yasab berilgan. Mebel texnikalari bilan mana shu aytayotgan narximga berib ketilinadi. Oshxonasi bo'ladi. Mana shu texnikalarning hammasi qoladi. Mebellar ham hammasi qoladi. Katta qilib qilingan, ko'rasizlar. Mana shu yerda ovqat qilib, mana shu yerda yeb ichib o'tirsanglar ham bo'ladi bemalol. Xolodilniklar bular hammasi qoladi. 80 kvadrat 3 xona plus oshxona, sanuzollari savmesniy qilingan. Bu katta zal qismi bo'ladi. Parda, gilam hammasi tashab ketiladi. Mana bu yoq tarafda bitta detskiy xonasi bor. Bu sanuzellar mana katta qilib qilingan ekan, savmesniy bo'lsa ham qaranglar. Mana bu oxirgi xonasi spalniy qismi bo'ladi. Mana shu naborlarning hammasi qoladi. Ikkita balkoni bor. Yangi yilga yaxshi niyat bilan bitta like bosib qo'ying. Sizga ham mana shunaqa yaxshi kvartiraga ko'chib olish nasib qilsin. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q. Infratuzilmalari, yo'lda shunday nargi betida maktab, bog'cha, masjid, частный klinikalar hamma narsa bor. Domimizning shunday pastida do'kon bor. Bu kvartiramizni 89 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Kelishtirib beriladi, tepasida pul bilan kelsanglar. Aniq lokatsiyasini va rasmlarini Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, kvartira olish kerak bo'lgan tanishingizni jo'natib qo'yinglar.